Yangi Hayot tumani Yangi Darxon mavzesi ekanmiz. 2 xona 56 kvadrat metr 9-qavatdan uyimizga chiqdi. Narxi bizning kanalda 54900 dollar. Uyimizga metrogacha 1,5 km oldida joylashgan. Hurmatli obunachilar, hozir shundan sizlarga obzor qilib beramiz. Bismillah. Biz obzorni boshladik. Pates bo'ylab kelganda xonadonimizga Fayzli xonadon prixoshka qismi kirganda men qo'lda sanzelimiz bizdan kutib qoladi. Sanzel razdelni holatda. Kapatal kafelar qilib qo'yilgan, alohida xonada vannamiz. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimiz, bu yerda uzun prixoshka bo'ylab chap qo'lda birinchi xona zal. Zalni ko'rib turibsizlar. Keng, remontlar toza holatda, panoramli oyna qo'yilgan. Shundoq chiqadigan bo'lsak, narujni balkonimiz. Balkonda mamga o'xshagan chiroyli atmosferani ko'rishingiz mumkin. Pastda mashina qo'yish uchun parkovka, bolalar maydonchasi, ya'ni besedkalari bor, o'tirib dam olish uchun. Balkon o'zi ham ancha keng katta holatda. Uyimizda hech narsa qolmaydi, hamma narsasi olib chiqib ketiladi. Pustoy holatda savdo qilganmiz. Bu tomonda ayollarning xonasi, ya'ni kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Do'ppontoni katel qo'yilgan, isitma suvdan muammo bo'lmaydi. Kuxnyamiz ham ancha keng holatda, ya'ni derazalari bor tashqariga qaragan. Bu yoqda yotoqxona qismimiz, ikkinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar. Uyimizda deyarli hech kim yashamagan. Maktab, bog'cha, metrogacha 2 km oldida joylashgan. Yangi Darxonda biz 16 qavatli domning 9-qavatida 2 xona 56 kvadrat metr uyimiz. Narxi 54900 dollar, pustoy holatda. Faqat naqdga sotiladi, ipoteka bo'lmaydi. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, uyimizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.